Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Biz Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimovning Qalbingga quloq sol nomli kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Ushbu kitobda adibning Qalbingga quloq sol qissasidagi yodgor va charosning quvonchu iztiroblari o'quvchining befarq qoldirmaydi. Yosh Dilfuzaning o'limi esa qalblarni larzaga soladi. Kitobga kiritilgan ushbu qissa yozuvchining eng yaxshi asarlaridan biridir. Shuningdek, to'plamdan yozuvchining uzun kechalar, uloq hikoyalari o'rin olgan. Aziz kitobxonlar, O'tkir Hoshimovning kitoblari haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizning Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring.